Ajir qora sedana bu o'zimizning milliy mahsulot, o'zbegimning mahsuloti. Asrlar davomida bizni yashirinilayotgan juda ham katta salohiyatimiz bor. Ya'ni sarf etilmayotgan, ishlatilmayotgan. Bu nima? O'zimizni o'zimiz qo'llab-quvvatlash. Starbucks, KFC, McDonald's, Louis Vuitton, ehtimol bu brend egalariga O'zbekiston desangiz qayerda desa kerak. Ana shuning uchun azizlar, hadeb bizni imkoniyatlarimiz tashqariga emas, o'zimizda qolishi kerak. Uning uchun o'zimizni qo'llab-quvvatlashni o'rganishimiz kerak. Asli fidoyilik mana shunda. Ajri qora sedana. Ham salomat bo'lasiz, ham saxovat qilasiz. Yuqorida aytgan gaplarning ayni muddaosi. Ajri qora sedana orqali minglab insonlar davo topdilar. Og'ir xastaliklar oldi olindi. Bu sunnatga muvofiq, o'limdan boshqa har dardga davo deyilgan. Undan tashqari, ajr qora sedanadan tushgan daromadning naqd 30%ni biz saxovat qilib, qiynalganlarga, mazlumlarga, yetim faqir miskinlarga tarqatyapmiz. Buni siz ko'rib boryapsiz azizlar. Qanday go'zal, katta zavodlar, fabrikalar ishlab chiqarishlar qilishligimiz uchun bizni aytayotgan gaplarimizga ozgina quloq soling. Labbay deng. Ajr qora sedanani yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga albatta ishiring azizlar. Ham davo topasiz, ham o'zingiz bilmagan holatda ehson qilasiz, sadaqa qilasiz. Qanday go'zal. Ajrdan oling, ajr oling.